Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan trans vaqtida, ya'ni gipnoz vaqtida inson ongida yuzaga keladigan bir nechta qiziqarli fenomenlar bilan tanishib chiqamiz. Dostkamizga agar e'tibor beradigan bo'lsak, bu birinchi fenomenimiz singdirilgan gallyutsinatsiya fenomeni. Ya'ni bu qanaqa fenomen? Insonga trans holatida ma'lum bitta obraz yoki tovushni singdirish mumkin. Misol uchun, sizga stol ustida limon turibdi deyishadi. Siz o'sha limonni ko'rasiz va hattoki limonni nordon ta'mini ham his qilishni boshlaysiz. Mana bu birinchi fenomenga yorqin misol bo'la oladi. Ana endi ikkinchi fenomenimiz haqida gapiradigan bo'lsak, bu katalepsiya fenomeni. Ya'ni trans vaqtida inson tanasi qotib qoladi, ya'ni qimirlamasdan turadi. Agar insonga qo'lingni ko'tar deydigan bo'lsak ham, inson qo'lni ko'tarib turadi va o'sha qo'lni ko'tarib turish natijasida misol uchun inson qanaqadir og'irlikni his qilmaydi. Agar o'zingizlar ham sinab ko'rishingiz mumkin. Misol uchun oddiy agar trans holatda bo'lmasak, qo'limizni ko'tarib turadigan bo'lsak, ma'lum vaqtda biz nima qilamiz? Qo'limizda qanaqadir og'irlikni sezamiz va qo'limizni qaytadan tushiramiz. Trans vaqtida esa qo'limizning og'irligi bizga sezilmaydi. Ana endi uchinchi fenomenga keladigan bo'lsak, uchinchi fenomenimiz yosh regressiyasi. Ya'ni trans vaqtida insonni hattoki o'sha bolalikka ham qaytarish mumkin. Misol uchun o'sha 6 yosh, 5 yoshga qaytarish mumkin. Ya'ni o'sha yoshdagi voqea hodisalarni inson yaxshi anglaydi, xuddi 5 yoshli bolaga o'xshab qoladi. Bu nima uchun kerak? Bu NLPda travmalar bilan ishlashda yosh regressiyasi katta yordam beradi. Keyingisi esa to'rtinchisi amneziya. Bu fenomen qanaqa? Inson trans vaqtida u bilan bo'lgan voqea hodisalarni to'liq eslolmaydi. Ya'ni trans vaqtida nimadir qilgani yoki qanaqadir so'z aytganini inson xotirasidan chiqarib qo'yadi. Buni amneziya fenomeni deb aytamiz. Ana endi oxirgi fenomenimiz bu vaqt hissining buzilishi. Bu fenomenda inson vaqt hissini buzib idrok qiladi. Misol uchun, inson agar 5 daqiqa trans holatida bo'lsa, u go'yoki 30 daqiqa transda bo'lganida his qiladi. Yoki aksincha, agar 30 daqiqa trans holatda bo'lsa, go'yoki 5 daqiqa vaqt o'tgandek insonga tuyuladi. Mana bu trans fenomenlari edi. Trans fenomenlardan biz agar to'g'ri foydalanadigan bo'lsak, insondagi travmalarni yengishga, qo'rquvlarni yengishga va insonni resurs holatiga keltirishga juda katta yordam beradi. Video agar foydali bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Agar videoni kommentariyasiga 10 ta plus qo'yadigan bo'lsanglar, alohida transga kirish to'g'risida bitta video kanalimizga joylashtiramiz. Ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Xayr.